Nega biz qorong'uda yoki osmondagi bulutlarda yuz ko'ramiz? Bu sizning ko'zlaringiz emas, bu miyangizning o'zi. Miya shunday tasodifiy shakllarni birlashtiradi, chunki u tanish narsalarni izlaydi. Bu pareidolia deb ataladi. Miyamiz yuzni ko'rishga o'rganib qolgan. Har kuni siz yuzlab narsalarda yuz ko'rasiz. Devorda, derazada, hatto biror buyumda. Ammo eng dahshatlisi, ba'zan bu yuzlar sizga qarab turgandek tuyuladi. Bu hodisa seni himoya qiladi, lekin ba'zan seni aldaydi. Ko'zlaring hech narsa ko'rmaydi, ammo miyang uni yaratadi. Shuning uchun keyingi safar agar derazadan senga kimdir qarayotgandek tuyulsa, o'ylab ko'r. Bu haqiqatdan ham kimdirmi yoki bu miyang seni himoya qilish uchun yaratgan yolg'onmi? Inson miyasi juda g'aroyib. U yaratadi, aldaydi va eng qo'rqinchlisi, u buni senga sezdirmasdan qiladi.